Nafaslarimiz bir-biriga shunchalik qattiq aralashib ketgandiki, men hatto qayerdasan, kimligimni ham butunlay unutib qo'ygandim. Uning issiq, talabchan lablari bo'ynimdan pastga siljayotganda, men yillar davomida ichimda o'ldirib kelgan o'sha yovvoyi ayol uyg'onganini aniq his qildim. Ammo xuddi shu ehtirosli, qaynoq soniyada eshik zanglab asta ochildi. Va ostonada mening qonuniy erim turardi. Assalomu alaykum, sirlarini tun qorong'usida o'z qalbida qulflab yashaydigan dardli azizlarim. Hikoyachi Momo kanaliga yana bir bor xush kelibsiz. Bugun men sizga o'z qalbimda qon yig'lab, yillar davomida saqlab kelgan eng mudhish, eng uyatli, lekin ayni paytda meni ayol sifatida kashf etgan o'sha dahshatli hikoyamni so'zlab bermoqchiman. Qulayroq joylashib oling, chunki bu ochiq iqror sizni butunlay hayratda qoldiradi. Biz boshladik. Odamlar baxtni doim pulda, boylikda yoki tinchlikda deb o'ylashadi. Lekin ayol kishining hayotidagi eng katta qora bo'shliq bu bepushtlik tamg'asi ekan. Erim Alisher bilan sevishib, juda chiroyli turmush qurgan edik. U yaxshi inson, menga doim mehribon, uyim-joyim deydigan haqiqiy erkak edi. Ammo bizning baxtli deb o'ylagan oilamizda juda katta bitta nuqson bor edi. Biz uzoq yillar davomida barcha harakatlarga qaramay umuman farzand ko'ra olmadik. Har oy kutishlar, umidlar va oxiri hammasi ko'z yoshlar, yurakni o'yadigan tushkunlik va bo'mbo'sh bitta chiziqli testlar bilan yakun topaverardi. Men o'zimni nuqsonli, yaroqsiz ayoldek his qila boshladim. Alisher menga qattiq gapirmasdi, doim taskin berardi, lekin uning ko'zlaridagi o'sha yashirin, chuqur og'riqni, sog'inchni men har kuni aniq ko'rib turardim. U farzand istardi. Men esa bu istakni umuman qondira olmasdim. Shu zaylda yillar o'tdi. Nihoyat barcha umidlarimiz uzilgan bir paytda erimning qattiq iltimosi bilan chet elda uzoq yillar ishlab qaytgan shahardagi eng mashhur ginekolog shifokorga ko'rinishga qaror qildik. Men bu uchrashuvga mutlaqo umidsiz, yana bir bor ko'nglim sinishi uchun borayotgandek og'ir kayfiyatda edim. Lekin taqdir o'zining eng shafqatsiz va qora o'yinini xuddi shu klinikada boshlashini men qayerdan ham bilibman. Klinikaga kirdik. Oq xalatli, baland bo'yli, yuzida g'alati, o'ta jiddiy va chaqnab turadigan nigohi bor shifokor bizni kutib oldi. Uning ismi Rustam aka edi. Uning ovozida qandaydir magnitdek ishonch, odamni o'ziga tortadigan kuchli bir energiya bor edi. U meni diqqat bilan, lekin umuman tibbiy emas, qandaydir yalang'och, o'tkir nigohlar bilan boshdan oyoq kuzatib chiqdi. Erim Alisher yonimda o'tirardi. Rustam aka menga qattiq tikilib turib, ko'p va ochiq savollar bera boshladi. Mening ahvolim, ayollik hislarim haqida shunday narsalarni so'rardiki, men erimning oldida uyalib, yerga kirib ketay derdim. Birozdan so'ng u erimni tahlil javoblarini olib kelish uchun tashqariga, pastga tushirib yubordi. Xonada faqat men va Rustam aka ikkimiz qoldik. Xonaga qandaydir og'ir, bo'g'uvchi, lekin qonni qaynaydigan darajada issiq bir jimlik cho'kdi. U mening qarshimdagi stulga o'tirdi. U shunchalik yaqin ediki, uning qimmatbaho atri isini aniq his qilardim. Men tibbiy daftarchamga tikilib turardim. U biroz sukut saqladida, so'ng birdan, ba'zi murakkab hollarda noan'anaviy, keskin usullar yordam berishi mumkin. Asal, dedi u ismimni qandaydir o'zgacha aytib. Men boshimni ko'tarib unga qaradim. Uning ko'zlarida men umuman kutmagan, tibbiyotga mutlaqo aloqasi bo'lmagan shunday bir yovvoyi olif, shunday bir ochiq istak yonib turardiki, qalbimni dahshatli va ayni paytda shirin bir titroq bosib ketdi. Bu oddiy shifokor qabuli emasligini, bu yerda hozir faqat kasallik haqida emas, balki ikki insonning eng yashirin, hayvoniy ehtiroslari haqida gap ketayotganini men o'sha soniyadayoq yurak-yuragimdan sezdim. Rustam aka sekin va juda ishonch bilan o'rnidan turdi. Qo'lidagi qog'ozlarni stolning bir chetiga uloqtirib tashladi. U qadam bosib kelib, to'ppa-to'g'ri mening yonimda to'xtadi. Agar rostdan ham farzand ko'rishni, haqiqiy ayol bo'lishni xohlasangiz, deb pichirladi u. Ovozi shu qadar past, bo'g'iq va jozibali ediki, men o'zimni butunlay sehrlangandek his qildim. Ba'zida biz qat'iy axloqiy va tibbiy chegaralarni butunlay yengib o'tishimizga to'g'ri keladi, dedi u. Men tushundim. U nima demoqchi ekanini miyam bilan aniq tushundim.
Men sakrab o'rnimdan turishim, bu iflosxonadan darhol qochib chiqib ketishim kerak edi. Lekin men jim edim. Yuragim qinidan chiqib ketgudek shiddat bilan ura boshladi. Boshimda ming xil qo'rquvlar, savollar girdobdek aylanardi. Ammo mening sotqin tanam, u o'zining mutlaqo boshqa qarorini allaqachon shu soniyalarda chiqarib bo'lgan edi. U yana bir qadam yaqinlashdi. Endi oramizda umuman masofa qolmagandi. Uning og'ir, issiq nafasi to'g'ri mening yuzimga urildi. U qo'lini ko'tarib bilagimdan ohista, lekin qattiq ushladi. Bu teginishda shunchalik katta erkakchasiga kuch, shunchalik mag'rurlik bor ediki. Lekin unda hech qanday shoshma-shosharlik yo'q, faqatgina mudhish ishonch va chuqur istak jamlangan edi. Men qochish o'rniga beixtiyor, aqlimni yo'qotgandek ko'zlarimni yumdim. Ko'nglimda kuchli gunoh hissi, do'zax qo'rquvi bo'lsa-da, 10 yildan beri uxlab yotgan ayollik ehtirosim u bilan butunlay til topishib ulgurgandi. U meni tibbiy yotish joyiga, o'sha oq choyshab ustiga sekin, ohista yotqizdi. Men hatto qarshilikning kichik bir uchqunini ham ko'rsata olmadim. Nafaslarimiz bir-biriga shiddat bilan aralashib ketdi. U ustimga engashib teginishni boshlaganda, mening ichimda go'yoki uzoq yillardan beri qurib yotgan qandaydir to'g'on parchalanib, portlab yorilib ketgandek bo'ldi. Bu qanday darajadagi tuyg'u ekanini sizga so'z bilan tushuntirib bera olmayman. Yillar davomida ichimda siqilib, to'planib qolgan alamlar, erimga berolmagan ehtiros, inkor etilgan sirli istaklar, ayol kabi sevilish sog'inchi va ko'ksimni kuydirgan barcha orzular shu bitta teginishda vulqondek otilib chiqdi. O'sha iflos kun, o'sha sovuq xona. Men hayotimdagi eng gunohkor, eng ehtirosli, o'ta dahshatli va unutilmas onlarni boshdan kechirdim. Uning lablari hech qanday ruxsatsiz, shafqatsizlarcha bo'ynimdan pastga qarab ehtiros bilan siljib borardi. Men uning bu yovvoyi harakatlarida butunlay erib ketgan edim. Nafaslarim tezlashgan, aqlim o'chgan, qattiq urayotgan yuragim go'yoki butun klinikani, butun xonani titratib yuborayotgandek tuyulardi. O'sha mudhish lahzada men uchun butun dunyo to'xtagandek edi. Na vaqt, na joy, na qoidalar muhim emasdi. Olamda faqatgina uning issiq tanasi va mening lazzatim qolgandi xolos. Lekin inson baxt va gunoh cho'qqisida turganida, taqdir uni qanday qilib pastga, qora tuproqqa uloqtirishni juda yaxshi biladi. Ayni o'sha sarxush, aqldan ozgan daqiqada xonaning temir eshigi ohangrabodek sekin, zanglagan ovoz bilan g'iyqillab ochildi. Men ovozni eshitib, beixtiyor cho'chib tushib qotib qoldim. Nafasim ichimga tiqilib qoldi. Asal. Bu ovozni, bu sinik, og'riqqa to'la pichirlashni umr bo'yi tanimasligim umuman mumkin emas edi. Erim. Mening halol erim Alisher o'sha eshik kesaksini ushlab qotib turardi. Uning nigohlari to'ppa-to'g'ri oq choyshab ustidagi bizning sharmandali, yalang'och tanalarimizga tikilib qolgan edi. Uning lablari ochiq qolgan, miyasi ko'rgan narsasini hazm qila olmaganidan orasidagi so'z qotib qolgandi. Uning ko'zlarida shunday dahshatli umidsizlik, o'ldiruvchi ishonchsizlik, shunday qattiq azob va alam bor ediki, men uni shunchaki tildan qoldirgan edim. Shifokor Rustam aka ham eshik ochilishini ko'rib, darhol shoshapisha orqaga tisarildi. U o'z kiyimlarini tartibga solishga urinardi. Men esa o'rnimdan turishga ham, qochishga ham madorim yo'q, xuddi murdadek joyimda qotib yotardim. Tanam hali ham u boshqa erkak bilan bo'lgan o'sha yovvoyi lahzaning ta'sirida dir-dir qaltirardi. Ammo yuragimga shunday sovuq, o'limkash bir qon yugurdiki, men o'zimni tiriklayin ko'milgan deb bildim. Bu shunchaki senga yordam berish, bolali bo'lishimiz uchun edi. Degan bema'ni, ahmoqona va qip-qizil yolg'on gaplar tilimning uchigacha keldi-yu, lekin bitta so'z ham og'zimdan chiqmadi. Men o'zimni shunday oqlashga harakat qildimmi? Qanday pastkashlik! Alisher esa gung bo'lib jim edi. U sekin, qaltiragan qo'llari bilan eshikni o'zining ortidan qattiq yopdi. Lekin u xonadan qochib chiqmadi. O'sha tikilgan nigoh, xonadagi o'sha o'lik va og'riqli sukut meni har qanday so'kishdan, har qanday do'pposlashdan ko'ra ko'proq, 1000 marta ko'proq qiynab, azoblab yubordi. Alisher jim o'rnidan qimirlab, bir qadam oldinga, to'g'ri biz tomonga qadam qo'ydi.
Men sendan farzand ko'rish uchun bunday yordam so'ramagandim, Asal, dedi u o'ta past, lekin parchalanib ketgan yurakdan chiqayotgan ovozda. U o'z joyida toshdek turardi. Men esa hali ham choyshabga o'rangancha nima qilishni, qanday harakat qilishni umuman bilmay jim qotib yotardim. Xonaning temir eshigi yopilgan bo'lsa-da, mening butun insonligim, yuragimdagi ulkan uyat va gunohim hammaga ochiq qolgan edi. Hamma narsa to'liq fosh bo'ldi. Sirlar ochildi. Ammo asosiysi, hammasi shu bilan tugadimi? Ginekolog qo'rquvdan jim devorga suyanib qolgan. Erim Alisher esa menga qarab yana bir qadam yaqinlashdi. Men hozir meni o'ldirsa kerak deb ko'zlarimni yumib zarba kutdim. Lekin uning nigohida men kutgan qattiq achchiqlik, jahl emas, ko'proq chuqur sinov, vaziyatni tubdan tushunishni istash va qandaydir tushunarsiz, dahshatli bir qaror bor edi. Yaxshi, dedi u nihoyat sovuq, qat'iy ohangda chuqur tin olib. Agar shu qilingan ifloslik haqiqatan ham bizga farzand ko'rishga yordam bergan bo'lsa, endi buni o'z yelkamizda birga oxirigacha ko'taramiz. Men umuman tushunmadim. Mening aql-hushim joyida emasdi. Bu nima degani o'zi? Bu qanaqasiga kechirimmi? Yo men bilmagan mutlaqo boshqa qora narsami? Nega u meni urmayapti? To'satdan Alisher stol yoniga kelib, to'g'ri ko'zlarimga termulib pichirladi. Ammo bilib qo'y. Endi sen aniq tanlashing kerak bo'ladi, Asal. Sen aniq kim bilan davom etasan? O'zingga baxt bera olmagan men bilanmi? Yoki farzand bergan u bilanmi? Men qo'rquvdan ko'zlarimni qattiq yumdim. Mening yuragimda, ifloslangan tanamda va adashgan aqlimda haqiqiy, eng qonli urush endigina boshlangan edi. Endi tanlov vaqti kelgandi. Eng qiyin va azobli tanlov. Kimni tanlash kerak? Gunohga botgan bu ayol. Bu dahshatli, kechirib bo'lmas voqea bilan qanday qilib hayotda yashab qolish mumkin? Azizlarim, sizlardan so'rayman. Iltimos, o'z hayotiy tajribangizdan kelib chiqib aytingchi. Sizningcha u kimni tanlashi to'g'ri bo'ladi? Siz aynan shu qizning yoki yigitning o'rnida bo'lganingizda o'z oilangizni asrash uchun nima qilgan bo'lardingiz? Tilingizni tishlab kechirib yuborarmidingiz yoki hammasini tashlab butunlay tark etib ketarmidingiz? Yoki siz ham adashib yana o'sha la'nati ehtirosga berilib ketasizmi? O'z qimmatli fikringizni va qanday qarorga kelishingizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Biz barcha kommentariyalarni birma-bir o'qiymiz. Hayotning eng chigal, echimi yo'q tugunlari va bu mudhish voqeaning keyingi davomini, qanday kutilmagan yakun topishini o'tkazib yubormaslik uchun videoga like bosing. Va albatta kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Yana ham hayratlanarli darslar bizni oldinda kutmoqda. Siz bilan Hikoyachi Momo kanali bo'ldi. O'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.